Yepishqoq marujna. Mening deganim to'g'ri-da, Lili. Men egiz. Albatta, men egiz. Javobi bo'lsa Max egiz. Unaqa emas, to'xtanglar. Javobi Govo egiz. Vah! Ha? Govo. Hozir Max egiz. Chiqroq ekran meni qo'rqityapti. Chiqroq ekran doim Govoni qo'rqitib yetadi. Chiqroq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maqtuq yordamga muhtoj bo'lib yetdi. Qayerda g'alati maqtuq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maqtuq matematika paydo bo'ldi. Shundan g'alati maqtuq apandi ekan. O yepishqoq marujna mashinasini haydaydi. Vah, yepishqoq marojna. Bakishlik. Ular yepishqoq. Shundoq, sesiq puroqliq. Marojna g'alati maqtuqlarni eng yaxshi ko'rdig'ini. Oy. Voyja. Ya maqatlar. Men cho'ng ovorchilik o'shirdim. Shundan g'alati maqtuq apandi, sizga nima ish bo'ldi? G'alati maqtuqlarni hammasi yepishqoq marujna zakaz qildi. Bek yaxshi bo'pti-ku. Shundoq, lekin ular menga achchiqlab qoldi. O'cha taqibdi. Ularda imlo zakazini xato qilib qo'yibsiz deydi. Sizlar menga yordam qila olasizlarmi? Albatta yordam qila olamiz. G'alati maqtuq matematika ufqi har qanday ishni qila oladi. Bo'ladi. Biz tezroq kelinglar. Agar men bu masalani vaqtida hal qilmasam, bundan keyin yepishqoq marujnisini sotamay qolaman. Yo'q. Yepishqoq marojna yo'q bo'ladigan bo'ldi. Bombog'idek. Biz chiqib unaga yordam qilaylik. Buni bilmang Govo. Men jazmlashtira olmaymanki, g'alati maqtuq matematika ufqi shundan apandiga yordam bera oladi. G'alati maqtuq matematika ufqi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maqtuq matematika ufqi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maqtuq matematika atritiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamsizlar, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartni so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rganishimizga yordam berdi. Raqamlik maqtuq keldi. Bugungi g'alati maqtuq matematika askartni so'zi bo'lsa, hamma kelar qatim raqamlik maqtuqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maqtuq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Hamma. Hozir demaysan Govo, kelar qatim raqamlik maqtuqni ko'rganda andinligin. Men bekdi. G'alati maqtuq matematika atritidagilar, biz yepishqoq marujna mashinasi qishga boraylik. Teşhis maşından g'alati maqtuq apandi. Vaja. Sizlarda g'alati maqtuq matematika atriti. Yo'q, marojna yerga tushib ketdi. Tezroq men qo'shib beringlar. Govo, yerga tushib ketgan narsani yesang bo'lmaydi. Uning ustiga biz shundan g'alati maqtuq apandiga yordam qilg'ili keldik. Ma'qul. Sizga nima bo'ldi shundan g'alati maqtuq apandi? Men cho'ng ovorchilikqa yo'liqdim, qanday qilishimni bilmay qoldim. Menimcha tushunmaysiz, Changu apandimning bakla. Ochiqiyam. Shundoq. Men 3 ta yepishqoq marujna almoqchi edim. Biroq u menga faqat birini ilmadi. Marujni. Siz nimishqa uningga 3 marojna bermidingiz? Mening bu 3 ni bagim bor edi. Rastavataman. Amsi men marujna sanab beray. Bir tal. 2 tal. 3 tal. Mana bu 3 tal marujna. Hozir men sanab baqay. Qani qancha tal marujna bor ekan? 1 tal. Bu uning baga 3 tal marujnasi? Uni yalsang bo'lmaydi Govo. Men nimani xato qildim? Sizlar raqamli g'alati maqtuqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maqtuq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Hamma ko'pchilik tayyorlig'inglar putdimi? Undaqda biz birlikda deymiz. Men 3 kishi sanayman. 1, 2, 3. Hamma. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maqtuq matematika ko'rsatkich ekrani keldi. Men bir odam. Men bilan ikkimiz 2 odam. Meni qo'shganda 3imiz 3 odam. Siz sanaganda cho'lponlardek sanang, cho'qim esingizda bo'lsin. Eng oxirda sanagan son hammamizning umumiy soni bo'ladi. Rahmat sana g'alati maqtuq ko'rsatkich ekrani. Shunga eng oxirda sanagan son hammamizning umumiy soni bo'ladi. Meningcha bu tushundirish bizga yetarli bo'ldi. Meningcha bu matematika bilimi. Bo'ladi. G'alati maqtuq matematika atritidagilar. Biz birlikda g'alati maqtuq matematika bilimlaridan foydalanaylik.
Boladı. Bizde 3 tal marojni bor. Men bildim. Bu marojnini unuğa berayli. Ha? 3 tal marujni buldum ha. Hozir menda 1 tal, 2 tal. Sizningcha qovuning bagini to'g'ri bo'ldimi? Yo'q, xato bo'lib qoldi. Menda faqat 2 tal marojni bor. Vay can. Qaramaqa yeyishlikdek turdi mening marojnam. Yerga tushib ketgan narsani yesam bo'lmaydi. Biz Chango apandiga 3 marojnisini berib bo'lolmadik. Tezroq biz matematika ko'rsatish ekranini qarab boqaylik. Qancha g'alati mahsuq bor? 1, 2, 3, jami 3 tal g'alati mahsuq bor. Qancha tal marojni bor? 1, 2, 3 tal marojni. Sizlar meni ahmoq ko'rib qoldinglarmi? Men mana shunday sanag'an. 1 tal, 2, 3 tal, bu 3 tal. Matematika ko'rsatish ekranida ko'rsatganlarni o'ylab beqing. Men bir odam. Meni qo'shganda biz 2 odam. Ben mi bilemem? Siz sanaganda çolpanlardek sanan ha? En ahırda sanıgansan hemimizden umumu sanı buludu. Men sana ya? 1 tal, 2 tal, 3 tal. Şuna ulanın hemmisi 3 tal. Axir 3 tal marojni bor bo'ldi. Vah! Biz g'alaba qildik. Mushundaq yaqin orliq yiroqlab ketdi. Hoş buldunuz. Bu küsmeyeceğiz Chango efendim. Yo'q, men xushal bo'lmadim. Men asaldan xushal bo'lmayman. Biroq mening qo'rsqim xushal bo'ldi. Bak, yaxshi bo'ldi. Sizlar ko'p rahmat. G'alati maxluq matematika aytirdilar. Biroq men keyingi xaridorlarga mustaqil marjni bera olamanmi? Andish qilyapman. Qarang, sizning furstingiz keldi. Keyingi xaridor keldi. Ha? Usulchi maxluq ekan. Hey, men 4 tal yepishqaqiyam ko'proq qo'shilgan marojni olaman. Ha, cho'qim, qiyam ko'proq qo'shilsin. Anglamoqqa bak yeyishda qiladi. 1, 2, 3, 4. Hozirgacha ham ishlar o'ngishli. Undan keyin men qanday qilishni rostini bilamadim. Yo'q, qanday qilish faqat esimda yo'q. Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasin deyishimiz kerak ekan. Hamma ko'pchilik tayyorlig'inglar putdimi? Men 3 kishi sanayman. 1, 2, 3. Hamma. G'alati maxluq matematika ko'rsatish ekrani keldi. Men bir odam. Men bilan ikkimiz 2 odam. Meni qo'shganda uchimiz 3 odam. Yana birini qo'shsak biz hammamiz 4. Siz sanaganda cho'lponlardek sanang. Eng oxirgi sanagan son hammamizning umumiy soni bo'ladi. Beqiltis bo'ldi matematika ko'rsatish ekrani. Shindan efendi, endi esingizni tutib oling. Eng oxirda sanagan son bo'lsa, hamma marojnining umumiy soni bo'ladi. Men eng oxirda sanagansam bo'lsa, hamma marojnining umumiy soni bo'ladi. Masala faqaya? Men pek ciddileşiyotiman. 1, 2, 3, 4. Ularning hammasi 4. Shunga men uningga 4 ni bersam bo'ladi. Hey, shundan marojni g'alati maxluq apandi. Men dal mushunchilikdan maqchidim. Nima degan ko'p yeyishlik ham bu. Bak yeyishlikka. Vay! Utuq qozondik. Shindan g'alati maxluq efendim, siz o'z kuchingizga tayinib g'alaba qildingiz. Men g'alaba qildimmi? Bu rostmi? Sizlarga ko'p rahmat. Men qanday sanashni o'rgatib qo'ydinglar. Sizlar bek qolsizga sizlar. Hozir biz qo'voga bir tal marojni ilib beraylik. To'g'ri eding. Agar uni vaqtida ep beramasak, u cho'qim. Nima?
bu marojnini sizga sovg'a qilay. Bu eng oxirgi bir tal marojni. Vah! G'alati maxluqlar, xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Biz birlayayli. Yepishqoq marojnisi bak yeyishlik. Ular yepishqoq. Shundoqla sesiq puroqliq. Marojna G'alati g'alati mahsulotlarni mahsulotlarni eng eng yaxshi yaxshi ko'rdig'ini. ko'rdig'ini. Vah, rahmat. Behishlikkan. Yaxshi qildinglar, matematika atritidikilar. Biz shunday g'alati maxluqning yepishqoq marojna mashinasini qutqizib qoldik. Biz g'alaba qildik. Chunki biz eng oxirgi sanagan sandan hamma sanning umumi sani ekanligini bildik. Yaxshi qildinglar, matematika atritidikilar. Shunga albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish yortayli. Hamsi 3 sanayman. 1 2 3. Oy! Biz matematika bilimini g'alaba qildik.